Nurafshon shahrida Butunjahon atrof muhitni himoya qilish kuni munosabati bilan katta ekologik aksiya tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Mazkur aksiya Toshkent viloyati hokimligi, Nurafshon shahar hokimligi hamda Yoshlar ishlari agentligi hamkorligida tashkil etildi. Tadbirda Nurafshon shahar hokimi ishtirok etdi. U o'z nutqida ekologik tarbiyaning bugungi kundagi dolzarbligi, ayniqsa yosh avlodni atrof muhitni asrashga chorlash borasida bu kabi tashabbuslarning muhim o'ringa ega ekanini alohida ta'kidladi. Nurafshon shahar hokimligi tashabbusi bilan qushlarni ko'paytirish maqsadida aksiya o'tkazilyapti. Mana qushlarni inini ilish bo'yicha. Bundan maqsad ham shu hayvonot dunyosini asrab qolish. Bu aksiyamiz hozir davom etmoqda. Mana qush uyalari hozir ta'lim muassasalariga tarqatildi. Bu aksiya mana hozir boshlanishi, bundan keyin ham davom ettirib kelinadi. Tadbir doirasida mutaxassislar ishtirokchilarga, volontyor yoshlarga qush uyalarini qanday qilib to'g'ri va xavfsiz tarzda o'rnatish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berishdi. Shundan so'ng shaharning turli hududlariga tarqalgan volontyorlar uyalarni o'rnatish ishlariga kirishdi. Aksiya doirasida shahar bo'ylab 1000 dona qush uyasi o'rnatildi. Bu kabi tashabbus nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, qushlar uchun xavfsiz yashash muhitini yaratish va yoshlar orasida tabiatga mehr-muhabbat tuyg'usini kuchaytirish maqsadida amalga oshirildi. 5-iyun bilamizki, atrof muhitni muhofaza qilish kuni butun jahonda va shuning munosabati bilan mana bugun biz Nurafshon shahri hokimligi tashabbusi bilan uy inlari berilgan. Shu inlarni mahallamizning yoshlari bilan birgalikda daraxtlarga joylash jarayonlaridamiz. Bu birinchi o'rinda qushlarga, undan tashqari ekologiyamizga hamda daraxtlarimizga yaxshi hisoblanadi. Nimaga? Chunki bu ekologiyamizni aynan qushlarning changlanishini, daraxtlarning changlanishini ta'minlab beradi. Shuni hisobiga biz ushbu tashabbusni juda ham qo'llab-quvvatlaymiz. Barcha mahalla yoshlarimiz bilan, volontyorlar bilan birgalikda ushbu inlarni qo'yilish jarayonlarida qatnashayotganimizdan xursandmiz. Tabiatga mehr, jamiyatga tarbiya shiori ostida o'tkazilgan ushbu tadbir Nurafshonni yanada yashil, qushlar sayr etadigan go'zal va ekologik barqaror hududga aylantirish sari tashlangan muhim qadamlardan biri bo'ldi. Shu kabi ekologik loyihalarni davom ettirilishi nafaqat atrof muhitni asrash, balki kelajak avlodga sog'lom va yashnayotgan tabiatni meros qoldirish yo'lida ham muhim ahamiyat kasb etadi.